Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan arab tilini o'rganishning 3 ta katta ahamiyati haqida gaplashamiz. Agar siz ham arab tilini o'rganish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, ushbu sabablar sizga kuchli turtki bo'ladi. Birinchi va eng muhim sabab Qur'onni asl holatida anglash. Allohning kalomi arab tilida nozil bo'lgan. Buning ma'nolarini chuqur his qilish, tafsir va hadislarni anglash uchun arab tili kalit hisoblanadi. Ikkinchi sabab ummat bilan bog'lanish. Arab tili islom dunyosida eng ko'p ishlatiladigan til. Agar siz arab tilini bilsangiz, Saudiya, Misr, Marokash yoki boshqa yurtlardagi musulmonlar bilan bevosita muloqot qila olasiz. Bu birodarlik va birdamlikni mustahkamlaydi. Uchinchi sabab arab tili ilm va madaniyat xazinasi. Arab tilida 100 minglab kitoblar, ilmiy asarlar va boy tarixiy meroslar saqlanib qolgan. Bu tilni o'rganish orqali siz faqat dinni emas, balki ilm-fan, adabiyot va tarixning keng olamidan bahramand bo'lasiz. Qisqasi, arab tili Qur'on kaliti, ummat ko'prigi va ilm xazinasidir. Agar siz ham bu tilni o'rganishni boshlamoqchi bo'lsangiz, hozirning o'zida qadam tashlang. Ilm yo'lidagi har qadamingizda baraka bo'lsin.